Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Ray Center'da, Urganch Ray Center'da Buyum bozorining yonida joylashgan 8 etajli domni 8-etajında mansard qismida 2 xonali 84 kvadrat metrga ega kvartiramiz sotib chiqdi. Liftlari bor, hamma narsasi bor. Su, svet, gaz hammasi girib turibdi. Fasad qismlari shuningdek ajoyib bo'lib taxlanib turibdi. Bu yerda detskiy plashatkalar mavjud. Bahosi arzon 3 million 800 ming so'mdan ustuna eganda kelishib qaytib beramiz. Yana xudo xolasa. Bunning baho yo'q hozir 3 million 800 dan 6 milyon, 6,5, 7 milyon da o'tirganlar ham bor. Lekin bu 3 milyon 800 ming so'm. Yana qaytib beriladi xudo xolasa. Kadastr hujjatlari 100% tayyor, to'g'ri odamsiz оформление olib o'tadi. Pulni оформление etchek vaqti bersangiz ham bo'ladi. Eldan pul so'ralmaydi. Ne? Podest qismlari liftlari ishlab turibdi. Qancha 8-etaja chiqib yursak. Men liftlarim ajoyib bo'lib ishlab turibdi. Yani 8-etaj. Neyse 8-etaja çıkıp geldik. Estasına umuman gap yok. 8-etajda her etajda 4 hocalıktan ekan. Bellerine rushotka bo'lgan. Liftleri ishlab turibdi. Neyse bismillahirrahmanirrahim deb ichkarini buyursak. Doğruda zal girgenliğine yanında montajlar bo'lib turibdi. Yan taraf kuxni, spalni, toilet, sanuzel alohida joylashgan. Shifaqli o'pkadan chiqib turibdi. Dafasi penobloq bilan yetib ajoyib etib bostilingan. Stashkalar bo'lib turibdi. Bu yerda yana gipsakardonlar ham bor. O'zim gipsakardon aytib beraman desangiz, aynalar akvayna. Mestasini umuman gap yo'q. Mestasining Ray Center Buyum bozori mag'layinda joylashgan. Yo'lning ustida toza domda 3 milyon 800 ming so'mdan kvadrat metri. Bunday arzon bahoda hal joy chiqmadi. Yan taraf sanuzeli. Qarang'ilikqa ahamiyat etmaysizlar. Svet, elektrik montajlar bo'lgan, shifaqli o'pkadan chiqib turibdi. Yan tarafining hojatxonasi. Yan taraf kuxni. Kuxnimizda mening gaz nelari kelib turibdi. Toshni ron etib, shifaqlikka urilib, taxlanib turibdi. Beri gipsakardon bilan urilgan. Pataloqi bitib turibdi beri. Bu yan tarafa giradigan olsak, bu yanimiz spalni. Bu yanam gipsakardonlar bitib turibdi. Montajlar bo'lgan. Oyoq temiz, tashkadan chiqib ajoyib bo'lib turibdi.
Joyimiz 84 kvadrat dediler. Dokumentler 100% tayyor. 3 milyon 800 ming so'mdan geliştirip satıladi yana. Mesela kanala abone olishdan chiqmasin. Sağ olun, salomat olun.